Bolalikda nimalar bo'lgan? Onasi! Adam ichgandilar. Nega xursand bo'lish kerak? Chunki ichganidan keyin adalar. Ona qizim meni olagandan keyin ol bola. Oyoq qo'ymasalar pulli ham ishlatarding. Kamiga shishalarni sotib soqqa qilsa ham bo'lardi. Ko'chada eng tannoz qizni koptogi bo'lardi. Tarvuz oldingmi? Yo'q, bu koptok. Qo'ldan qon chiqquncha o'ynardik, esinglardami? Sen o'ynaysizmi? Men yosh bola emasman, men Tetris o'ynayman. Uyda nima ovqat bo'lsa ko'chaga olib chiqib o'rtoqlarimiz bilan yerdik. Garbuzga qoldirmabsanlar. Qo'shni qizlar yuringlar. Zebo, svet yondi. Agar multfilm vaqtiga svet yonib qolsa, ko'chada itam qolmasdi. 60 gacha sanayman, tez bekininglar. 2 bilan 3 ni o'rtasiga 2,5 qo'shgan insofli bolalar biz edik. Yoshlikda Shiribomdan chiqqan tatuirovkalarimiz ham bor edi.